Hammaga assalomu alaykum. Men bugun sizlarga juda ham bir foydali mavzuda gapirib bermoqchiman, ya'ni aksiyalar to'g'risida va kompaniyalarning hiylalari to'g'risida ham ma'lumot bermoqchiman. Afsuski, O'zbekistondagi kompaniyalar aksiyalar marketplace'larda yoki bo'lmasa Yandex.da shunga o'xshagan ovqat sotadigan joylarning aksiyalari va boshqa narsalar to'g'risidagi savdoni oshirish bo'yicha marketplace'lar deylik, umuman olib qaraganda ko'p aksiyalarni ko'rib chiqaman va har bitta kompaniyani oddiy insonlarni emas, faqat kompaniyalarning aksiyalari deganda qanaqadir aksiya bu trend yoki bo'lmasa qanaqadir boshqa narsa emas. Bu aksiyalar degani masalan deylik, bir nima olasiz и o'yinga qatnashasiz. Вот ana shunaqa aksiyalarni men aytayapman. Ya'ni bu hech qanaqa trade emas, birja emas, hammasi savdoga taalluqli bo'lgan narsalar. Ya'ni har bitta kompaniyani aksiyasi chiqadi, aksiya berishgan vaqtlari men sraz azon bo'laman, qaysi market bo'lgan taqdirda men uni strategiyasini topishga harakat qilaman. Asosiy holatda azon, Wildberries va shunga o'xshagan katta krupniy kompaniyalar, krupniy marketplace'lardagi aksiyalarni strategiyasini topish juda ham qiyin bo'ladi. Даже menda bir xil vaziyatlarda u strategiyasini topish va qanaqa ishlashi bo'yicha ko'rish bo'yicha vaqtim juda ham ko'p vaqt olib qo'yadi mendan. Taxminan bir haftachalik, 2 haftachalik olib qo'yadi, lekin shunda ham men 50%, mo'j 40% sirrini topa olaman aksiyasini. Lekin Yandex tarafidan yaqinda chiqqan aksiya bor. Bu aksiya nima aksiya va buni men strategiyasini topganman. Sizlarga aytmoqchiman mana shu strategiyasini. Yandex Slavkani bilasizlar, ovqat sotadigan не только ovqat, как Vkusvilga o'xshagan narsa. Va Vkusvilda unaqa aksiyalar bo'lmaydi. Bo'lsa ham juda redki bo'ladi. Men ko'rmaganman to'g'risi, Vkusvildan uncha foydalanuvchisi emasman. Atak Yandexda juda ham ko'p foydalanayotgan odamman. Yandex Marketda tем более tovarlar sotamiz, Yandex Market, Yandex Go, Yandex.da, вот прям hayot Yandex bilan bir xil bo'lib turibdi. Yandex karta va da shunga o'xshagan narsalar. Aksiyalarda kelin o'tamiz. Ya'ni shunaqa aksiya chiqarishdi va u yerda asosiy sovrin nima? iPhone 17 Pro Max MacBook Neo. Ya'ni eng arzon notebook. MacBook, ya'ni bu Apple tarafidan chiqargan, erta iPhone 16 ni chipidan qilingan bo'ladi. Va yana shunga o'xshagan narsalar. Sovg'alar bor. Kamera, PlayStation, gamepad va shunga o'xshagan narsalar bo'ladi ichida. Va aksiyasida nima qilingan? Siz zakaz qilasiz va yangi kelgan tovarlarni ular yoki bo'lmasa skladda qolgan yoki bo'lmasa yurishgan bo'lgan tovarlarga ular monet qo'yishadi. Agar sen shu tovarni olsang, senga biz 10 ta monet beramiz, ya'ni tanga beramiz deydi. Va siz uni olasiz, chunki aksiya ketyapti. Aksiyani hamma joyda reklama qilishadi, aksiya ketadi. Va erta aytgandek 10 ta sovrin bor, har bittasidan 3 tadan примерно получается bizda 30 ta sovrin bor. Foydalanuvchilar может 20 mingta foydalanuvchi bor. Endi monetlar ham, monet to'plash ham unchalik oson emas. Ya'ni ko'proq zakaz qilishingiz kerak, narsa tovar olishingiz kerak bo'ladi va agar shunaqa tovarlarda bor, 50 ta, 100 ta, 60 ta, 100 tagacha monet berishi mumkin. Ya'ni u tovarlar ko'proq olsang, ko'proq ta monet beramiz degan ma'noda sotishadi. Aksiyaning ma'nosi nima? Shu yerda siz tovarni o'zini ham olsangiz bo'ladi, ya'ni yerda qo'yilgan. U yoqda insonni fikrlash doirasi, to'xta, mana bu yerda bu monetni masalan deylik, qarang, masalan, xo'p bitta olaylik, men masalan mishda, mana shu tovarning narxi men olgan vaqtim 3,5 ming, 4 ming rubl atrofida turadi. Buni ular endi monet qilishgan bo'lsa, примерно bu ham 3,5 mingta monet bo'lish, как monet bo'lish kerak, ya'ni bitta monet 1 rubl bo'layotgan bo'lsa, shunaqa qilib qo'yishganda, ya'ni bitta monet 1 rubl bo'ladi. Buni olish uchun ya'ni 3500 ta monet kerak bo'ladi. Ya'ni 3500 ta monetni to'plash uchun siz tovar sotib olishingiz kerak. Tovarni примерно narxi masalan hisob kitob olayotgan bo'lsa, ya'ni 100 ming, 200 ming rubl ketadi. Siz agar 3,5 mingta monet yig'moqchi bo'lsangiz, 100 ming, 200 ming rubl atrofida pul ketadi. U yoqda aksiyaning ma'nosi nima? Ya'ni bu tovarlar shunaqa tovarlar qo'yilgan. U yoqda siz bu tovarda bilet sotib olsangiz bo'ladi, участвовать qilasiz aksiyaga. Arzimagan tanga masalan 200 ta, 150 ta, 100 ta monetga siz bilet sotib olsangiz bo'ladi. Bilet sotib olganingizdan keyin siz bunga участвовать qilasiz aksiyaga. Erta odamni, insonni kallasi nimada ishlaydi? To'xta dedi, bunga dedi sotib olgandan ko'ra shunga o'xshagan qolgan tovarlardan ham bilet sotib olaman. Biletim bilan
ularni ham yutib olsam bo'ladigan fikrda o'ylashadi. Xuddi shunday ham sizlar ham savdo markazlaringda shunaqa narsa qilsalaring bo'ladi. Ozonda ham, boshqa magazinlarda ham, xuddi shunaqa offlayn do'kon, boshqa do'konlarda ham kimdir sizlarning tovarlaringni olsa, sizlar evaziga qanaqadir o'zlarining magazinlaringdagi bir qanaqadir monetmi, shunga o'xshagan bir pul tuzumini chiqarishlaring kerak bo'ladi va xuddi shunaqa qilib aksiya qilsalaring kerak bo'ladi. Ya'ni qaysidir tovar, masalan, qaysidir tovar yaxshi ketmayapti. O'sha tovarni aksiya yordamida qolgan tovarlaringni savdosini oshirib, va masalan, deylik mana shu mishkani olsangiz, ya'ni buni narxini 10% sizga kelib tushadi va mana shu tovarlardan sotib olsangiz bo'ladi deb turib aytsalaring bo'ladi. Va o'shanda sizlarda odam miyasi nima ishida ishlaydi va qolgan tovarlardan ham olib, o'sha tezroq 10% dan kerakli bo'lgan summani to'plab va bu tovardan ham sotib olish bo'ladi. Ana o'shanda sizlar bu tovar narxini deylik, foydasi masalan deylik 1000 qancha bo'lsa 500 rubl bo'layotgan bo'lsa, bundan 500 rubl emas, 250 rubl ishlaysizlar. U tovarlaringni ham savdosini, ya'ni ketmay qolgan tovarlarga aylantirib olsalaring bo'ladi. Ya'ni shunga o'xshagan juda ham ko'p narsalar bor. Shunaqa sxemalar bor va Yandexni bu sxemasi juda ham katta tizim. Bu psixologik shunaqa ta'sir qiladiki, siz agar u yerdan monet yig'ish uchun ko'proq tovar sotib olishni boshlaysizlar. Ular sizlarga sizlarning orzularingizni, sizlarning michtalaringni oson yo'l bilan beramiz degan narsani berishni boshlashadi. Va o'sha vaqtda inson ongli fikrlashi vobshe, ya'ni qo'pol aytganda, sizlarning orzularing, sizlarning fikrlashlaring yopib qo'yadi. Sizlar xuddi zombiga o'xshagan holatda o'sha monetni tezroq yig'ish, tezroq aksiyaga uchastvovat qilish va o'sha prizni yutib olish bo'lib qoladi. Bu narsa o'zimda bo'lgancha aytyapman, ya'ni qanaqa bo'lgan, что ancha oldin menda notebook kerak, sotib olishim kerak, Nvidia'ning qanaqadir bir aksiyasi chiqqan vaqtda men Nvidia'dan tovar olib, yiqqan pulimga mana shu klaviaturamni ham mana shu Nvidia'dan olganman. O'shanaqa vaziyatda, ya'ni 12000 rubl qanchadir qaytarib bergan vaqtda men o'sha aksiyaga uchastvovat qilay deb turib hamma narsani Nvidia'dan olishni boshlaganman. Olganman. Erta meni orzuyim, erta katta qanaqadir PK qilingan personalniy kompyuter, prям четкий turibdi. O'shani yutib olish uchun. Meni oddiy inson, masalan deylik, fikrlaydigan inson o'ylaydiki, ya'ni men olyapman, mendan yutish imkoniyati bor. Ya'ni yutishga bo'lgan ishtiyoq shunchalik baland bo'ladiki, atak bilmaydi, ya'ni ikkinchi inson ham xuddi shu narsani o'ylaydi. Uchinchi inson ham xuddi shu narsani o'ylaydi. Va mana shu aksiya orqali, bilasizlarmi, o'sha men hisob-kitoblarim bo'yicha va Nvidia'da o'shanaqa narsa bo'yicha 7000 odam qatnashgan, 7000 odam savdoni oshirgan, 7000 odam tinimsiz narsa sotib olishni boshlagan. Endi o'sha aksiyaga qatnashaman deb o'shani biletini olish uchun. Sizlarga nima beryapti? Ya'ni bu qimor emas. Bu qimor hisoblanmaydi. Sizlar tovar olasizlar, tovar evaziga bilet beradi. Va biletda sizlar mana shu tovar yutib olishni tiksalaring bo'ladi. Bu yo'g'ida fikrlar shunaqa, men zarar qilmayapman-ku, ya'ni sizlar yutqazsizlaring ham aksiyada Nvidia'dan nafratlanib qolmaysizlar. Ya'ni chunki bu qimor emas, sizlar narsa olyapsizlar, evaziga sizlarga narsa beryapti. Ana o'shanaqa sxema ishlaydi. Mana shu aksiya, mana shu sxemani, strategiyani tuzishlaring kerak bo'ladi. Har bir tovarlaringga ana shunaqa strategiya, sxemalar tuzib, aksiyalar tuzib, tovarlar, boshqa offlayn do'konlarga ko'proq yoki o'zlarining saytlaring bo'lsa, marketplace'larga endi bilmadim, marketplace'larga bu aksiyalarni qanaqa ishlatish mumkinligi haqida men 1-2 marta sotib ko'rmaganman. Lekin o'zlarining saytlaring bo'layotgan bo'lsa, o'zlarining offlayn do'konlaring bo'layotgan bo'lsa, mana shu narsani qilsalaring bo'ladi. Bemalol bu narsa sizlarning savdolaringni juda ham katta kompaniya bo'lsalaring 15% gacha oshirish mumkin. Agar kichkinagina bo'layotgan bo'lsa, kichkinagina kompaniya, kichkina saytlaring yoki endi kirib kelayotgan bo'lgan bo'lsalaring, sizlar doxodlaringni, oborotlaringni примерно 100%, ya'ni 1/1 oshirib berishi ham mumkin. Bu savdo, ya'ni yangi klientlar olib ketishi mumkin sizlarga. Chunki odamni fikrlashi bitta nima o'ylayapti? Men yutqazmayapman-ku. Chunki odatda insonlar yutqazishdan qo'rqadi, tushunyapsizlarmi? Ya'ni odatda insonlar yutqazishdan qo'rqadi. Hamma shunaqa. Bu yerda yutqazish yo'q, tushunyapsizlarmi? U narsa olyapti, evaziga beryapti. Narsa olyapti, evaziga beryapti va uchastvovat qilyapti aksiyaga. Mana shu narsani men O'zbekistonda ko'p ko'rmaganman. Atak Rossiyani krupniy kompaniyalar shu sxemadan foydalanishadi va bu narsani juda ham ko'p odamlar ishlatishmaydi. Va chunki nima uchun bu narsani spetsialistlar yo'q. Imini shunaqa, masalan, sizlarni olaylik,
Men tanishlarim orasida hech qanaqa odam yo'qki, shunda masalan deylik, shunaqa aksiyalarni sxemasini tuzadigan, strategiyasini tuzadigan spetsialist yo'q. Men tanishlarim orasida men qidirib ko'rgan vaqtim ham unaqa kuchli topmaganman. Вот sizlarga bitta kasb. Agar sizlar ana shunaqa kuchli strategiya tuzayotgan odam bo'lsalaring, kuchli aksiyalar tuzayotgan odam bo'lsalaring, sizlar prost o'tirasizlar, cloud AI ochasizlar, yana nimadir ochasizlar, kompyuter o'tirib, bizda kompyuter ham вот million pul rubl aytgan bo'lsak, ming qancha millionlab rubl topishlaring mumkin. Tushunyapsizlarmi? Prost o'tirib turib aksiyani ishlatasizlar. Вот aksiyadan kelayotgan dohoddan foiz o'salaring bo'ladi. Katta kompaniyalarda rozi bo'lishadi. Nima uchun rozi bo'lmaydi? Ana shu narsalarda o'rganishlaring kerak bo'ladi. Endi savdo yo'nalishi kirayotgan bo'lsalaring, bu aksiyalar, chunki odamni fikrlashi shunaqa ishlaydi. Siz o'ylashlaring mumkin, hamma ham bunaqa fikrlamasligi mumkin-ku deb. Yo'q, hamma shunaqa fikrlaydi pashta. Aqlli odamlar ham, men o'zim shunaqa aksiyalar tuzog'iga postoyan tushgan odamman. Oxiri shu aksiyalarda qanaqa ishlashini o'rganishni boshlaganman. Bu o'zi qanaqa ishlaydi, bu o'zi nima, bu o'zi qanaqa tuziladi, bu yerda orqasida nima turibdi. Va bu aksiyalar orqasiga shunchalik kuchli psixologlar turibdiki, endi psixolog deganda qanaqadir Instagramga chiqib qayergadir psixologiya o'tayotgan odam emas. U prosta odamning miyasi ishlashi bo'yicha ishlaydigan insonlar turadi orqasida va shunaqa aksiyalar qilib beradi va o'sha aksiya orqali juda ham продажalarini ko'tarsalaring bo'ladi. Ya'ni bu aksiya bo'yicha ham to'liq video chiqaraman. Bitta hozirlik prosta aytib o'tib ketganim, ya'ni men hozir yana bitta katta kompaniyaning aksiyasini ko'ryapman va uni strategiyasini o'rganishim kerak, sxemasi qanaqa ishlashini o'rganishim kerak. Va bu yerda masalan juda ham ko'p odamlar qatnashadi bu narsa bo'yicha. Ana shunaqa. Ya'ni agar sizlar savdolaringni oshirmoqchi bo'lsalaring, birinchi navbatda ana shunaqa sxemalardan foydalanishlaring kerak bo'ladi. Bu sxemalar sizlarda million pul ishlashlaringga yordam beradi. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar.